Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun men sizlar bilan Kim chaqqon va bilimdon o'yinim bilan o'rtoqlashmoqchiman. Demak, menga yordam beradilar ustozlarimiz. Birinchi guruhimiz epchillar guruhi, ikkinchi guruhimiz esa topqirlar guruhi. Ustozlar, demak sizlarga shunday vazifa, unli tovush bilan boshlanib, unli tovush bilan tugaydigan bittadan so'z yozasiz. Ikkinchi guruhimizga topshiriq, undosh tovush bilan boshlanib, undosh tovush bilan tugaydigan bittadan so'z yozamiz. Demak, boshladik. Birinchi guruhimiz chaqqonliklarini demak bizga namoyon etdilar. Ana endi Kim bilimdon ikkinchi topshirig'imizni bajaramiz. Bunda sizlar, ustozlar, mana shu yozgan so'zlaringiz ishtirok etgan va mana shu fikrni davom ettiradigan matn tuzishga harakat qilasizlar. Demak, birinchi guruhimiz boshlab beradi. Marhamat. Akam bugun bozorga bordilar. Davom ettiramiz. Bozorga ketayotganda darsi borligi esiga tushib qoldi. Darsi borligi esiga tushib, sumkasiga olma solib oldi. Maktabda olmasini yeb. Davom ettiramiz. Olma yeyotganda uni ag'i chaqdi. Endi kitoblarimni qanday o'qiyman, qanday varaqlayman deb o'ylanib qoldi. Kitoblarini o'qiyotganda arava haqida qiziq hikoya o'qib qoldi. Hikoyaning ichida arilar daraxtda bir bo'ldi. Bu qiziqarli o'yinimizni biz boshqa darslarda ham qo'llasak bo'ladi. Men hozir ona tili darslarida qo'llab sizlarga o'rtoqlashdim sizlar bilan. Demak, ona tili darslarida so'z, gap hamda matn mavzularini o'tganimizdan so'ng mana shu o'yinlarni o'ynasak maqsadga muvofiq bo'ladi.